Assalomu alaykum. Tajriba uz kanali obunachilari, mana sizlar uchun Marg'ilondan video tomoshaga. Qarasang, anchadan beri kanalimizga video qo'yilmayapti. Mana 6 oy, 7 oylik o'rdak makiyollar. Bu xo'rozimiz 1 yashar bo'lgan yo'q hali. Bu ham makiyonimiz. Bu xo'rozimiz ham yozda boshrag'i, bahorda oxirida chiqqan. Hali bu ham jo'ja hali. Xo'sh. Bu xo'rozimiz ham erta bahorga. Oq, yaxshi yirik xo'roz. Ba'dani makiyollar sekin ketishyapti. Bu xo'rozimiz bir tulay. Buni bitta yaqin ukamizdan olganmiz. Hop, hozir tuxumlamaslik uchun birga yurishibdi. Bular tuxumga kelgandan keyin xudo xolasa bularni ajratib, oq to'qlarga, qorani qoralarga qilib qilamiz inshaalloh. Mana makiyollar sekin voyasiga to'lishyapti. Xo'rozimiz ham o'zi ishlayapti. Shu oldi yirik makiyollar boshladi. Bu xo'rozimiz tulay, endi bir tulay bo'ldi. Nari qoramiz jo'ja hali. Mana shu bahorda bir tulay bo'ladi. Bizga egasi shunaqa degan. O'zi aptidan ham ma'lum yoshligi. Mana. Uyimiz shahar sharoitlari uchun bizda anaqa ariq-pariqlar deyarli yo'q. Bo'lsa ham u ko'chaning boshiga chiqish kerak. Bunaqaga biz olib chiqib olib kelgani bularga qiyin. O'shuning uchun endi bularga bitta kichikroq basen qilamiz yoki bir narsani olsaymiz deyapmiz endi. Hozir o'rdaklar o'zi katta jom qilamiz, cho'milishadi endi. Bular suv sog'inib qolibdi o'zi. Tashqariga chiqarganimga 3-4 kun bo'lib qoldi o'zi bularni. Albatta endi 11 ta oq makiyon bor. 2 ta xo'rozi bor. Nasib bo'lsa yana 4 ta makiyon bilan bitta xo'roz qo'shamiz. Bo'lmasa mashina ham bo'lib turadi. Qoralarni ham bitta oila qilamiz deyapmiz. Xudo xolasa 1-2 kunda keladi qoralar ham. Ularni ham bir video qilib tashlayman kanalga xudo xolasa. Bu xo'rozlarimiz ham tayyor ishlayapti. Qiziqarlar bo'lsa sotib olamiz ikkovini. Marg'ilonda manzil. Chunki bizga bu ochiqcha hozir. Boshqa bitta akamizdan baraka qilib kelganmiz. Endi uni olib kelsak, o'zi xo'rozi bilan o'zi bitta oila olib kelamiz ularni. Bular maza qilib cho'milishyapti. Suv tutyapti deydimi, nima deydi? Xo'sh, endi to'g'larimiz bor. Uni ham bir Murodjon akam iltimosiga binoan qo'shib olamiz endi videoga orasiga. Xo'sh, mana to'g'larimiz ketayotgan kelyapmiz. Mana bismillah. Ovqat yeydiganlar tashqarida bo'ladi. Mana to'g'larimiz. Oldini kilonga o'raganmiz. Katta qilib ketayotganmiz, ayvonni o'rab ketayotganmiz. Xo'sh. Bularning qo'ndalari ag'da ham bor, tevada ham bor. Bu yerda ham 2 ta qo'ndalari bor. Bitta suv ichadiganlari. Bitta mana bularda hovuzi bor. O'rdalar cho'milib poklansa, bular turpoqlanib poklanadi.
Ular cho'milashib turpoqlanishdi. Mana o'zi yayrashyapti. Batta mana bola qonni to'yib dam olishyapti. Ba'lim o'tib qo'yadigan joylari. Endi oz bilan hammasi qo'yapti endi. Bezovta qilib berganmiz endi bularni. Mayli endi. Obunachilar ko'rsatib ketamiz. Bitta ikkita tuxum. Burchakdan bitta turib pastda. Keyin tevada nimajonimiz yotibdi. Bu hozir tug'ibdi mana. Tuxum orqada sangi turibdi. Yukishim yotibdi. Turib ketgan oldi mana 8 ta tuxum bor ekan. Xo'sh. Yukishimni turg'izaylik endi. Turg'izamiz. Mana yukishim tagida 4 ta ekan. Yukishim tagida nechta bilmayman. Yukishim tagida mana 6 ta. Yukishim tagida bitta xolos ekan. Mana xo'rozlar achchig'i kelib kelishyapti. O'shani tug'ib chiqqanlari suv ichadi. O'zi boqqanlar o'zi biladi o'zi. Tug'lar tug'ib chiqqandan keyin suv kamayib organizmda sekin suv ichadi bular. Suvni ichkarida boqadiganlarga tavsiya. Mana bunaqa garmosh idish qilasizlar. Garmoshga qilganlardan keyin tevaziga reyka qo'yib, reyga setka tortasizlar, ustiga chiqmaydigan qilib. Chunki ustiga chiqib axlatlari tushib ketib qoladi chiqsa. Ana shu mashina qilib berasizlar, mana yo'g'lar o'zi kelib suv ichaveradi. Tevaziga chiqmaydi. Narigizda ham xuddi shunaqa. Bular yoshlikdan shunaqa sharoitda boqolganicha bular chiqmaydi. Mana bu qora xo'rozimiz. Bu ham qora, bu ham qora. O orqada esa ola. Ola chipor. Ola chipor bo'l, ola chipor emas. Ama chiroyli xo'rozlar. Ko'rsangiz, mashalloh. Xo'sh, mana bu yerga bitta idish qilib mitib suvdan solib berganmiz. Bu nima ekansa, o'zi buni mutaxassislar biladi o'zi yaxshi. Ovqat hazm qilgani to'q jig'ildonga tosh yig'adi. O'sha tosh ovqatlarni aqa-baqa qilib hazm qilishga yordam beradi. Mana makavlar suv ichishyapti. Mana shu oddiy hayvon. Tomiga qog' tashlaganmiz. Qalin qilib loy-poy bosgan imkonimiz bo'lmagan, chunki zudlik bilan bitkizganmiz uni. Mana bu yerda oxirlari bor. Oxirlari tashqarida 3 ta oxiri bor. Ayollarni tiqishmaydi, raso qilib yuborishmaydi. Oxirida kallasini chiqarib yeyishaveradi. Shunaqa gaplar. Mana oxir ichkarisi, mana tashqarisi. Mana katamiz tashqaridan ko'rinishi.